Mani kelinim Qizil Bayroq. To'y qilganimga 3 yil bo'lgan bo'lsa ham haligacha nevaradan darak yo'q. Mani kelinim Qizil Bayroq. Bitta bolani ham eplab tug'a olmaydi. Mahallaga ham qo'shila olmay qoldim. Bizani kelinoyimiz Qizil Bayroq. Aybi bormi deyman. Akamiz shuni deb mahallada boshini ko'tara olmay qoldi. Balki siz ham o'zingizni tekshirtirib ko'rarsiz. Qizil Bayroq ekansan rostsan ham. Bilasan-ku meni soppa-soligimmi? Hep bayrog'ingga ham sallani. Bu yigitni uylanganiga 3 yildan oshdi. Lekin haligacha farzandli bo'la olmaydi. O'zini soppa-sog' deb o'ylaydi. Tibbiy tekshiruvlardan o'tkazganimizda shuni bildikki, uning urug'i 0, ya'ni azospermiya. Yoshligida tug'ilganida kriptorxizm kasalligi bilan tug'ilgan, ya'ni tuxumi moyak xaltasiga tushmagan holatda tug'ilgan. Hozir ham moyagi joyida emas. Shuning uchun ham urug'i 0 chiqqan. Bola tug'ilganda ota-onasi moyaklari xaltasiga o'zi tushib qoladi deb o'ylashgan va bunga e'tibor ham berishmagan. Shuning uchun ham hozirgi kunda erkak mana shu holatga kelib qolgan. Uni inqirozga olib kelgan bu kasallikda esa zudlik bilan TZ operatsiyasini qilish zarur. Sababi bu holatda tabiiy jinsiy aloqadan farzandli bo'lishni deyarli iloji yo'q. Shunday muammosi bor oilalarga esa aybni doim kelinlardan qidirishdan avval kompleks tibbiy tekshiruvlardan o'tishingizni eslatib qo'ymoqchimiz. Undan ham avval esa o'g'il ko'rdim deb maqtanib yurganlarga eslatma. Farzandingizni moyak xaltasini doim paypaslab ko'ring. Tekshirib ko'rganingizda moyaklar tuxumda joylashganmi yoki yo'qmi?